Assalomu alaykum hurmatli briefing qatnashchilari. Bugungi mavzumiz Vazirlar Mahkamasining maxsus elektron tizim orqali ruxsat etish xususiyatiga ega ayrim hujjatlarni berish tartib-taomillari to'g'risida yagona nizom tasdiqlash haqidagi 2022-yil 22-fevraldagi 86-son qaror qabul qilingan bo'lib, qarorning birinchi ilovasi maxsus elektron tizim orqali ruxsat berish xususiyatiga ega ayrim hujjatlarni berish tartib-taomillari to'g'risida yagona nizom hisoblanadi. Mazkur nizom ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatni litsenziya axborot tizimi orqali berish, ruxsat etish xususiyatiga ega hujjat egalarining faoliyatini nazorat qilish va ularning hisobini yuritish tartibini belgilaydi. Ruxsat etish xususiyatiga ega hujjat litsenziya axborot tizimi orqali yoki O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv rasmiyatlar portali orqali beriladi. Ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatni olish talab qilinadigan faoliyat turlari, litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni bilan belgilanadi. Ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatni olish talab qilinadigan faoliyatni ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatsiz amalga bajarish taqiqlanadi. Maxsus elektron tizim orqali ruxsat etish xususiyatiga ega ayrim hujjatlarni berish tartib-taomillari to'g'risidagi yagona nizomning 25-ilovasi katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni avtomobil transportida tashish uchun ruxsatnoma olish tartibi to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Talabgor yoki uning nomidan ish yuritish vakolatiga ega bo'lgan shaxslar elektron raqamli imzosidan foydalangan holda ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatni olish uchun litsenziya axborot tizimi yoki yagona interaktiv rasmiyatlar portalida ro'yxatdan o'tadilar va ariza yuboriladi. Arizaga quyidagilar ko'rsatiladi. Yuridik shaxslar uchun uning nomi, pochta manzili, elektron pochta manzili, xizmat ko'rsatuvchi bankning nomi va hisob varag'i, telefon raqami. Jismoniy shaxslar uchun familiya, ism, ota ismi, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, pochta manzili, elektron pochta manzili, telefon raqami. Transport vositasi tirkamasining rusumi, turi, davlat raqam belgilari va yukning o'lchamlari. Transport vositasining yuk bilan va yuksiz vazni. Haydovchi va yuk tashishga mas'ul bo'lgan xodimlarning ism-familiyalari. Harakatlanish yo'nalishi, belgilangan sanasi, vaqti. Transport vositasining yuk bilan eng kam burilish radiusi, g'ildirak yo'llari va g'ildiraklarning soni. O'qlarga tushadigan og'irlikning taqsimlanishi, umumiy og'irligi. Yuk transport vositasining o'lchamlari, transport vositasining rusumi va turi. Kunning qorong'i yoki qorong'i vaqtda harakatlanishi. Avtomobil harakat xavfsizlik to'liq ta'minlash uchun himoya qiluvchi kuzatuvchi maxsus avtomobilga ehtiyoj mavjudligi yoki mavjud emasligi. G'ildiraklarning joylashish sxemalari. Ariza ko'rib chiqish uchun yig'im undirilmaydi. Ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatni belgilagani uchun undiriladigan yig'im miqdorlari yuk tashuvchilar uchun 100 kilometrga qadar bazaviy hisoblash miqdorining 54% miqdorida, har bir keyingi kilometr uchun bazaviy hisoblash miqdorining 0,24% miqdorida undiriladi. Transport vositasining umumiy haqiqiy massasi ruxsat belgiga nisbatan oshkorligi uchun to'lanadigan to'lovlar ham mavjud bo'lib, ular umumiy haqiqiy vaznning yo'l qo'yiladigan vaznga nisbatan ortiqchalik miqdori tonnada belgilanadi va yurilgan 1 kilometr masofa uchun tariflar ushbu nizomning 25-ilovasida jadval asosida ko'rsatib o'tilgan. Bunda ariza berilgandan keyin arizani ko'rib chiqish muddati 3 ish kuni hisoblanadi. Bunda ruxsatnoma rasmiylashtirish 2 kunda, kelishish jarayonlari 1 kunda amalga oshiriladi. Amaldagi qonunchilikka muvofiq maxsus ko'rik o'tkazilishi talab etiladigan hollarda bu muddat 1 oygacha cho'zilishi mumkin. Ruxsat etishga oid talablar va shartlar Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 26-dekabrdagi 342-son qarori bilan tasdiqlangan katta hajmli va og'ir vaznli yuklarni avtomobil transportida tashishda harakat xavfsizligini ta'minlash qoidalari talablariga rioya qilish ko'rsatilgan. Ruxsat etilgan eng yuqori tezlik 50 km/soatdan oshmasligi. Tezlikni chegaralovchi belgi transport vositasiga yo'l harakati qoidalarida belgilangan tarzda o'rnatilgan bo'lishi kerak. Haydovchilar tegishli toifadagi transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lishi va tasdiqlangan yo'nalishlarga qat'iy rioya qilishlari shart. E'tiboringiz uchun rahmat.